Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Demak, bu galgi video darsimizda kvadrat tenglama mavzusining men dars paytida ishlab bergan misollarimdan qolgan misollarning yechimlarini ko'rib o'tamiz. Demak, ikkinchi misoldan boshlaymiz. Buni kvadratga oshirib oladigan bo'lsam, ya'ni x plus 5 ni bizda bo'ladi x ning kvadrati plus 10x plus 25 plus x minus 2 ning kvadrati bizga x kvadrat minus 4x plus 4 ni beradi. Plus mana bu ikkalasining ko'paytmasi bizga x kvadrat minus 49 ni beradi va 11x va 30 larni bu tarafga o'tirsam minus 11x minus 30 ga teng bo'ladi, teng 0. Demak bizda 3 ta x ning kvadrati mavjud bo'ldi va mana bu 10x dan mana bu 4x ni aytsak 6x qoladi. Undan ham 11x ni aytsak minus 5 ta x qoladi. Va sonlarimiz 25 ga 4 ni qo'shamiz 29. Undan 49 ni aytsak minus 20 va minus 30 bilan bu minus 50 ga teng bo'ladi. Demak, diskriminant hisoblaymiz. Bu bo'ladi 25 plus 4 ko'paytirib 3 ko'paytirib 50. Demak, bu 25 plus 600 ga teng bo'ladi. Bundan 625 kelib chiqadi. Demak, x birinchi ildizimiz 5 ga qo'shamiz. 625 dan 25 chiqadi. Uni bo'lamiz 6 ga. Bu bizda 5 ga teng. Keyingi ildizimiz x ikkinchi ildizimiz 5 dan ayiramiz 25 ni bo'lamiz 6 ga. Bu minus 20 taqsim 6 bo'ladi. Bizdan musbat ildizning 5 dan 1 qismi, bizdan musbat ildiz 5 ga teng, 5 ning 5 dan 1 qismi esa 1 ga teng bo'ladi. Davom etamiz. 3-tenglamani yechgan ekanmiz. Endi 4-tenglamani yechamiz. Xo'sh, 3, 4 va 6 ni umumiy maxrajiga olib kelib, maxrajlarni tashlab yuboramiz. Bunga 2 dan, bunga 3 dan, bunga esa 4 dan beramiz. Va tenglamaning kichik ildizi ikkilanganligini topamiz. Demak, 4 ga ko'paytirsam 8x kvadrat plus 4x. Mana bu minusni ham ta'sir qildiramiz. Demak, bu minus 6 plus 9x ni beradi. Teng 2x kvadrat minus 12 ga. Demak, 8x kvadrat plus 13x minus 6 teng bo'lyapti 2x kvadrat minus 12 ga. Barchasini bir tarafga o'tirib olamiz. Demak, bu 6x kvadrat plus 13x plus 6 ni beradi, teng 0 ga. Demak, diskriminant hisoblaymiz. 169 dan ayiramiz. 4 ko'paytirib 6 ko'paytirib 6 ni, ya'ni 169 minus 144 ni. Bu bizda 25 ga teng bo'ladi. Demak, x birinchi ildizimiz minus 13 ga qo'shamiz 5 ni bo'lamiz 12 ga. Bu bizda minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Minus 1 taqsim 2 emas. Minus 13 ga 5 ni ko'rsak minus 8, 12. Bu minus 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Keyingi ildizi x ikkinchi ildiz minus 13 minus 15 taqsim 12, 5. Va bu minus 18 taqsim 12 ga teng bo'ladi. Bu ham 6 ga qisqartirsak minus 3 taqsim 2 ni beradi. Demak, bizda kichik ildizining ikkilangani, kichik ildizi mana bu. Minus 3 taqsim 2. Uning ikkilangan degani, uni 2 ga ko'paytir degani. Buni ko'paytirib olsak minus 3 hosil bo'ladi. Demak, javobimiz A. 5-chi misolning yechimini ko'rgan ekanmiz. 6-chini ham, endi 7-chi misolga e'tiborimizni qaratamiz. Aning nechta natural qiymatida ikkita haqiqiy ildizga ega. Ikkita ildizga bo'lish uchun diskriminantimiz bu 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, men undan oldin mana buni 2 ga ko'paytirib yuboraman bularni va kvadrat tenglamam quyidagicha ko'rinishga keladi. Demak, x kvadrat plus 8x plus 2a teng 0 ko'rinishga keladi. Demak, diskriminant hisoblaymiz. Demak, 64 minus 4 ko'paytirib 2a mana shu 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, 64 minus 8a katta bo'lishi kerak 0 dan va 64 katta bo'lishi kerak 8a dan va 8 dan kichik bo'lishi kerak a. 8 dan kichik bo'lgan natural qiymatlar. Bular 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Mana. Demak, 7 ta qiymatida haqiqiy ildizga ega bo'ladi ekan. Davom etamiz. 8-misol yechilgan ekan.
9-misol ham yechilgan ekan. Demak, 10-misolga e'tiborimizni qaratamiz. 10-misolda koeffitsiyentlarni aniqlab olaman. Mana bu jami b koeffitsiyentga teng, mana bu jami c koeffitsiyentga teng. Demak, diskriminantni hisoblaymiz. b ning kvadrati edi. Demak, 25 a minus b ning qavs kvadrat minus 4 ni ko'paytirish kerak. 6a ning kvadrati minus 13ab plus 6b ning kvadratiga. Demak, bu bo'ladi 25. Ya'ni mana buni kvadratga ko'tarib 25 ga ham ko'paytirib yuboraman. 25a ning kvadrati minus 50ab plus 25b ning kvadrati bo'ladi. Endi buni 4 ga ko'paytsak minus 24a ning kvadrati plus demak 52ab minus 24b ning kvadrati bo'ladi. Demak, soddalashtirsak 25a kvadratdan 24a kvadratni aytsak a ning kvadrati bo'ladi. Minus 50ab ga plus 52 ni qo'shsak bu plus 2ab ni beradi. 25b kvadratdan 24b kvadratni aytsak bu plus b ning kvadratini beradi. Va bizda bu ham a plus b ning qavs kvadratiga teng. Demak, x birinchi ildizimiz 5a minus b ga qo'shamiz. Mana bundan ildiz chiqarsak a plus b chiqadi. Bo'lamiz 2 ga. Bu ham teng. Demak, 6a minus 4b ga teng bo'ladi. Soddalashtirsam suratini maxraji 2. Bu ham 3a minus 2b ga teng. Keyingida x ikkinchi ildizimiz 5a minus b dan ayirish kerak. A plus b, ya'ni bu minus a minus b ga teng bo'ladi. Maxraji 2. Bu ham suratini soddalashtirsak, ya'ni qavsni ochib suratini soddalashtirsak 4a minus 6b taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu 2a minus 3b ga teng. Demak, ildizlarimiz 2a minus 3b va 3a minus 2b degan, ya'ni a javob kelib chiqadi ekan. Demak, javobimiz a. Keyingi 11-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, tenglamani yeching deyapti. Tenglamani yechamiz. Bu yerdan ya'ni x ni topishimiz kerak. Xo'sh. Bularni kvadratga oshirib chiqamiz. Barchasini. Kvadratga oshirsam nimalar bo'ladi? Buni kvadratga oshirsam a kvadrat x kvadrat minus 2abx plus b ning kvadrati bo'ladi. Keyin buni kvadratga oshirsak plus a ning kvadrati minus 2abx plus b kvadrat x kvadrat bo'ladi. Plus 4abx mavjud. Teng. Bu 2 ni mana buni 2 ga ko'paytirib, ya'ni 2a kvadrat b kvadrat va x bor. Ularni ochib yuborsak 2a kvadrat x plus 2b kvadrat x bo'ladi. Endi bu tarafda mana bular, ya'ni 2ab va x lar yo'q bo'lib ketadi ekan. Bizda nimalar qoladi? A kvadrat x kvadrat mana bu va plus b kvadrat mana bu plus a kvadrat mana bu va plus b kvadrat x kvadrat mana bu. Va bu ikkalasi ham tenglikni bu tarafiga o'tsam, ya'ni minus 2a ning kvadrat x minus 2b ning kvadrati x bo'ladi. Teng 0 ga. Demak, davom etamiz. Mana bu va mana budan a ning kvadratini chiqarib ko'rsak, x kvadrat plus 1 qoladi ekan. Bu bilan bundan plus b ning kvadratini chiqarib ko'rsak, 1 plus x kvadrat qoladi ekan. Demak, mana bu ikkalasidan 2 x ni chiqarib yuborsak, bizda a ning kvadrati plus b ning kvadrati qoladi ekan, teng 0 ga. Endi mana bu va mana budan x kvadrat plus 1 ni chiqaraman va a ning kvadrati plus b ning kvadrati bo'ladi. Minus 2x bor va a ning kvadrati plus b ning kvadrati. Endi jami a ning kvadrati plus b ning kvadratini chiqarsam, a ning kvadrati plus b ning kvadrati chiqib ketib, x kvadrat plus 1 minus 2x qoladi, teng 0 ga. Demak, a ning kvadrati plus b ning kvadrati
Bu bizga beradi x minus 2 ning, uzr, x minus 1 ning qavs kvadratini beradi, teng 0 ga. Bu 0 ga teng emas hech qachon. Demak, bu yerdan x teng 1 degan yechimni topishimiz mumkin ekan. Demak, javobimiz 1. Davom etamiz. 12-savol yechimi ko'rsatilgan ekan. Endi 13-savolga e'tiborimizni qaratamiz. Tenglamani yeching deyapti. Buni diskriminant hisoblamaymiz, sababi diskriminantda bu juda ham katta sonlar bo'lib ketadi. Buni bunday qilib olamiz. 1998x ning kvadrati minus 1998x minus 2x qilib olamiz. Va plus 2 mavjud. Teng 0 ga. Bu ikkalasidan 1998x ni chiqarsak x minus 1 bo'ladi. Bu ikkalasidan minus 2 ni chiqarsak x minus 1 bo'ladi, teng 0 ga. Endi ikkalasidan x minus 1 ni chiqarib yuboraman. 1998x minus 2 qoladi, teng 0 ga. Bu yerdan yechim kelib chiqadi x teng 1 va x teng 2 taqsim 1998 degan yechimlar. Demak, 1 va 2 taqsim 1998, ya'ni A javob kelib chiqar ekan. Xo'sh, davom etamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi 14-savolimiz. Tenglamani yeching debdi. Xo'sh, tenglamani yechamiz. Xo'sh, buni yechish uchun nimalardan foydalanamiz? Kvadratga ko'tarib olay barchasini. Demak, bu x ning kvadrati plus x kvadrat plus 2x plus 1 ni beradi. Bu esa bizga plus x kvadrat plus 4x plus 4 ni beradi. Minus 14 ni ham bu tarafga o'tirdim. Teng 0 ga. Va bizda 3 ta x ning kvadrati 2x ga 4x ni qo'shsak plus 6x bo'ladi. 1 dan mana bu, ya'ni 1 ga 4 ni qo'shsak 5 va 14 aytsak, bu demak minus 9 ni beradi, teng 0 ga. 3 ga bo'lib yuborsam x kvadrat plus 2x minus 3 teng bo'ladi 0 ga. Va bu yerdan x1 deganimiz minus 3 ga, x2 deganimiz 1 ga teng bo'ladi ekan. Demak, javobimiz minus 3 va 1. Ya'ni D javob. Men diskriminant hisoblab o'tirmadim. Menimcha barcha biladi diskriminant hisoblab ildiz topib. Xo'sh. Shuning bilan 15-misolni yechib bergan ekanman. Biz kvadrat tenglama mavzusining birinchi testini yechimi o'z nihoyasiga yetdi. Barchaga rahmat.